Kuz-qish mavsumida aholining energiya manbalariga bo'lgan talabi ortadi. Ayniqsa, tabiiy va suyultirilgan gazning o'z vaqtida yetkazilishi turmush qulayligi va xavfsizligi uchun muhim omil. Shu maqsadda Buxoro viloyatida gaz ta'minoti tizimi bosqichma-bosqich takomillashtirilib, aholiga barqaror xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda viloyat bo'yicha 167 mingga yaqin iste'molchi suyultirilgan gazdan foydalanadi. Ularga 9 ta gaz to'ldirish shoxobchasi xizmat qiladi. Har birida ballonlar vaqtida to'ldiriladi, chilanganlar esa ularni manzillarga yetkazadi. So'nggi yillarda xizmat ko'lamining kengaygani ham e'tiborga loyiq. Masalan, 2024-yilda Olot va Jondor tumanlarida yangi gaz to'ldirish shoxobchalari tashkil etildi. Olotdagi shoxobcha 20 mingdan ortiq iste'molchiga xizmat qiladi. Oylik quvvati 320-350 tonna. Jondor tumanidagi yangi shoxobchada esa 9 mingdan ziyod iste'molchi uchun 59 mingdan ortiq ballon qayta gaz bilan to'ldiriladi. Shuningdek, mavjud gaz sinov sexlarida aholiga yetkaziladigan ballonlar xavfsizlik talablariga muvofiq sinovdan o'tkaziladi. 2024-yilda 54 mingdan ortiq ballon sinovdan o'tgan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davrida bu ko'rsatkich 45 ming donani tashkil etdi. Qorako'l tumanidagi gaz to'ldirish shoxobchasida mavjud sinov sexining o'zida yil boshidan buyon 17 mingdan ortiq ballon tekshiruvdan o'tkazilib, belgilangan muhr bilan ta'minlangan. Tizim faoliyatining yana bir muhim jihati olis hududlardagi iste'molchilarga belgilangan vaqtdan kechiktirmasdan gaz yetkazish. Jongeldi, Og'itma, Qizilravot, Churuq singari qishloqlarda yashovchi aholi ham muntazam suyultirilgan gaz bilan ta'minlanmoqda. Masalan, Shofirkon tumanining Churuq hududida istiqomat qiluvchi 250 nafardan ortiq aholiga bu yil boshidan beri 8 tonnaga yaqin suyultirilgan gaz yetkazildi. Hudud markazdan 110 kilometr uzoqlikda joylashganiga qaramay, xizmatda kechikish kuzatilmagan. Eng muhimi, to'lovlar raqamli karta orqali amalga oshiriladi. Ballonlar esa nazorat tarozilarida o'lchanadi. Aholining fikricha, soha xodimlarining mas'uliyati va fidoyiligi tufayli gaz ta'minotida uzilishlar kuzatilmayapti. Aynan shu yondashuv tufayli tizimga bo'lgan ishonch ham ortmoqda. Aholini gaz bilan ta'minlash gaz ta'minoti korxonasining asosiy vazifasi ekan, nafaqat tabiiy gaz, balki suyultirilgan gaz ballonlarini aholiga yetkazish ishlari amaliy jihatdan kuchaytirilgan. Tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan hududlarga suyultirilgan gaz ballonlari havo haroratidan qat'iy nazar 35-40 kun ichida yetkazib berilmoqda. Viloyat bo'yicha barqaror ishlayotgan gaz to'ldirish shoxobchalari ichida Romitan tumanidagi obyekt alohida o'ringa ega. Bu yerda 18 mingdan ortiq iste'molchiga xizmat ko'rsatiladi. Endi e'tiborni ana shu tuman tajribasiga qaratamiz. Tizim qanday ishlayapti, natijalar nimalardan iborat? Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tasarrufidagi Romitan gaz to'ldirish shoxobchasi 2014-yildan buyon ish faoliyatini ko'rsatib kelmoqda. Romitan gaz to'ldirish shoxobchasi 20 mingdan ortiq iste'molchilarga xizmat ko'rsatadi. U asosan Buxoro viloyatining Jondor tuman, Romitan tuman va Buxoro tumanlari iste'molchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Kunlik quvvati 20-22 tonna, oylik quvvati 450 tonnadan 500 tonnagacha yetadi. Gaz to'ldirish shoxobchasida gaz to'ldirishga olib kelingan maishiy gaz ballonlar asosan uning tashqi ko'rinishi, qiyoslov ko'rigidan o'tkazilganligi, barkodli stikerlari borligiga e'tibor berib, keyin og'ir qoldiqlar mavjud og'ir qoldiqlar to'liq bo'shatilgandan keyin 20 kilogramm miqdorda gaz quyib beriladi. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun gaz to'ldirish shoxobchasidagi mavjud jihozlarni barchasini qiyoslov ko'riklaridan o'tkazib olindi. Maxsus avtotransport olib kelingan maishiy gaz ballonlarining barkodli stikerlarida ba'zi paytlarda shunday holatlar bo'ladiki, stikerlar tashqi ta'sirda zarar yetkazilgan bo'ladi. Shuni iste'molchilardan iltimos qilib qolgan bo'lardik. Shu narsalarga e'tibor qilib asrashlarini va maishiy gaz ballonlarida ishlatishda yong'in va xavfsizlik talablarini to'liq rioya qilib ishlatishlarini iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardik. Biz hozir Romitan tumani markazidan 20 kilometr uzoqlikda joylashgan Sho'rcha mahalla fuqarolar yig'ini hududidamiz. Bu yerda 600 nafardan ortiq xonadon kundalik ehtiyojlari uchun suyultirilgan gaz ballonlaridan foydalanishadi. Aholiga suyultirilgan gaz ballonlari belgilangan tartib va me'yor asosida yetkaziladi. Har bir iste'molchiga o'z nomiga rasmiylashtirilgan maxsus karta raqami berilgan bo'lib, u orqali gaz olish jarayoni nazorat qilinadi. Bunda har bir fuqaro belgilangan muddatda o'z kartasi orqali bir marotaba ballon olish huquqiga ega.
Biz ana shu gaz ballondan foydalanamiz. Har 35 kun 40 kunga olamiz. Bu ballonga ovqat uchun, choy uchun foydalanamiz. Ana shu ID karta bilan olamiz. Gaz ballondan nosoz bo'lsa, xodimlarga telefon qilamiz, taxlab beradi. 35 kun 40 kunga olamiz. Gaz ballonlari maxsus nazorat tarozilarida o'lchanib, to'ldirilgan holda bevosita iste'molchining o'ziga topshiriladi. Bo'sh ballonlarni topshirish jarayonida ham xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilinadi. Bu tizim bir tomondan aholiga qulaylik yaratsa, ikkinchi tomondan xizmatning shaffofligi va ishonchliligini ta'minlaydi. Gaz ballondan biz oilamizda doim ovqat pishirishda, choy qaynatishda foydalanib kelamiz. Har oy 35-40 kunda gaz ballon kelib turadi. Biz gazchilardan minnatdormiz. Doim ro'zg'orimizda kerak bo'ladi gaz. Gaz ballon nosoz bo'lsa, gazchilarga telefon qilamiz, kelib almashtirib berishadi. To'lov usuli kartaga pul tashlab qo'yamiz. Kartadan o'tkazib berishadi gaz ballonlarini. Har doim o'zimizning nomimizga olamiz. Biron kishi bizning nomimizdan, kartamizdan foydalanib gaz ballon olmagan. Doim o'zimiz nomimizga bir martalik ruxsat bor. Oyda olamiz. Bizlarning Shercha fuqaro yig'inida bizlar suyultirilgan gazga a'zo bo'lganmiz. O'z vaqtida keltirib beradi. Ovqatlarimiz, shu hamma nimalarimiz shu gaz bilan, shu jazirama issiqlarga ham har vaqtiga keltirib berdilar. Endi sovuq tushishi bilan ham keltirib beryaptilar vaqtiga. Biron vaqt bunaqa bizning o'timizdan boshqa kishi olib, bizlarga xato yo'q, sizlarga olingan degan nimalar tushmagan. Gaz ta'minoti tizimida chilanganlar aholiga eng yaqin bo'g'in hisoblanadi. Ular gaz ballonlarini o'z vaqtida yetkazib beradi, bo'shlarni yig'ib oladi va xavfsizlik qoidalariga rioya etilishini nazorat qiladi. Har bir xonadon bilan bevosita muloqotda bo'lish ularning kundalik vazifasi. Romitan tuman Shercha mahallasi o'zi gaz tarqatish jarayonidamiz. Ertalab Romitan tuman gaz to'ldirish shoxobchasidan gaz to'ldirib olib chiqamiz. Gaz to'ldirish jarayonida 15-20% gaz ballonlarini o'lchab olamiz to'ldirish jarayonida va aholiga maxsus mashina orqali olib kelinadi. Olib kelgandan keyin aholiga ballonlarni mashinada biriktirilgan tarozi orqali o'lchab beriladi. Har bir aholiga o'lchab xonadoni oldida yetkazib beriladi. Va berish jarayonida aholiga xavfsizlik choralari haqida tushuncha berib boramiz. Bunda xonadonni ichkarisiga olib kirmaslik, ballonlarni ko'chada turgan holatda maxsus yashiklar bo'ladi. Yashiklar ichiga joylashtirilishini aytib o'tamiz. Maishiy gaz ballonlari aholiga 30-35 kunda ID karta orqali yetkazib beramiz. Bu ID karta orqali bitta belgilangan narx bo'ladi, 40 ming so'm. Shu 40 ming evaziga beriladi. To'lov naqd emas, faqat ID karta orqali amalga oshiriladi. Buxoro viloyatida suyultirilgan gaz ta'minoti yo'nalishida aniq natijalar bor. Yangi shoxobchalar ishga tushdi, xizmat sifati yaxshilandi. To'lov tizimi elektron shaklga o'tdi. Aholi ehtiyoji to'liq qoplanib, xavfsizlik nazorati kuchaydi. Bu jarayonlar adolatli siyosat, mas'uliyatli boshqaruv va aholiga e'tiborli yondashuvning amaliy ifodasidir.